Ochilish sahnada kechasi bir erkak metroda nimadandir qochib ketayotganini ko'ramiz. U o'z aksiga qaraydi va qulflangan xonaga duch keladi. Keyin uni buzib kiyim almashtirish xonasiga kiradi va chiqish eshigiga olib boradigan oynani ko'radi. Erkak oynani ochishi bilan u yer berk ekanligi ma'lum bo'ladi. Xonadagi shkaf birdan ochilib ketadi va ichida juda ko'p oynalar borligi ko'rinadi. U xonaning o'rtasidagi katta oynaga yaqinlashadi va uni artayotganida uzr so'raydi. Tozalashni davom ettirar ekan, siniq oynaning bir bo'lagi yerga tushadi. Erkak uni qo'liga oladi, lekin uning aksi qimirlamay turaveradi. Erkak bu g'alati holatni sezadi va birdan uning aksi o'sha oynaning bo'lagi bilan o'zining tomog'ini kesa boshlaydi. Keyingi sahnada biz Ben ismli boshqa bir erkakni ko'ramiz. U ishdan bo'shatilgan sobiq politsiyachi bo'lib, ruhiy zarba uchun dori ichadi. Tayyor bo'lgach, u singlisi bilan xayrlashib ishga yo'l oladi. Nyu-Yorkning gavjum ko'chalarida Ben ish suhbatiga keladi va u yerda Lorenzo bilan uchrashadi. Lorenzo unga Mayflower savdo markazining tarixidagi fojialar haqida gapirib beradi. U bu joy juda qo'rqinchli ekanini aytadi va Benning o'tmishi bilan qiziqadi, ammo Ben muloyimlik bilan javob berishdan bosh tortadi. Ishni olgach, Ben o'g'li Michael va qizini ko'rgani boradi. Sal o'tgach uyda rafiqasi Amy bilan janjallashib qoladi, chunki Benning ruhiy muammolari ularning munosabatiga salbiy ta'sir qilayotgandi. Ben vaziyatni yumshatishga urinib hazillashadi va hammasi yaxshi bo'lishini aytadi, ammo Amy uning yaqinlashuvini rad etadi va vaziyat noqulay bo'lib qoladi. Shundan keyin Ben uydan chiqib ketadi. Kechasi u yangi ishning birinchi navbatchiligiga tayyorlanadi. Hushyor turish uchun qahva oladi va Mayflower binosiga kirib, uni qo'riqlashni boshlaydi. Bino ichida g'alati haykallar va buzilgan muhit sabab juda qo'rqinchli atmosfera hukm suradi. Ben oynaga e'tibor berib unda qo'l izlarini ko'radi, lekin ularni artib tashlay olmaydi. Shunda oyna ortida uning orqasidagi eshik ochilganini ko'radi. Ben aksining ortidan borib eshikni ochadi va yer osti qismiga tushadi. U yerda chiroqni yoqqan paytda esa qandaydir noma'lum kuch u kirgan eshikni qattiq yopib qo'yadi. Ertasi kuni ertalab Ben dorilarni ichayotganida singlisi ahvolini so'rab unga biroz maslahat beradi. Ben yuzini yuvib boshini ko'targanida oynada o'zining buzilgan dahshatli aksini ko'rib qo'rqib ketadi. Amy uning oldiga yugurib holatini so'raydi, lekin Ben unga baqirib, o'zini tinch qo'yishini aytadi. Shundan keyin Ben o'z aqlidan shubhalana boshlaydi. Kechasi Ben Mayflower binosini yana tekshirishga kirishadi. U katta oynali yo'lakka keladi va yana o'sha eski qo'l izlarini ko'radi. U izlarni yaxshilab ko'zdan kechirayotganida oyna sinib uning kaftini kesib yuboradi. U yana oynaga qaraganida unda yonayotgan ikki ayol paydo bo'ladi. Oyna aksidagi olov Ben tomon yaqinlashadi va u butun tanasida olov yonayotganini his qiladi. Shundan keyin Ben yerdagi hamyonni ko'rib qoladi va uni olib, o'zini davolash va tekshiruv o'tkazish uchun qo'riqchilar xonasiga boradi. Ma'lum bo'lishicha, bu hamyon film boshida ko'ringan Garriga tegishli bo'ladi. Ben hamyonning ichidan dalillar qidiradi va Eseker degan yozuvli qog'ozni topadi. Shundan keyin u yana binoga qaytib qo'shimcha izlar axtara boshlaydi. Qidiruv paytida u binoda bir ayolning yordam so'rab baqirayotgan ovozini eshitadi. Ben uni topishga harakat qilib kiyim almashtirish xonasiga kirib qoladi. Xonani tekshirayotganida oynadagi aksida uning ortida bir qo'l paydo bo'ladi. Ben yaxshiroq ko'rish uchun oynani o'sha tomonga yaqinlashtirib, pardalar ortida titrayotgan bir ayolni ko'radi. Pardani ochganida esa juda qattiq kuyib ketgan ayol unga qo'l cho'zayotgandi. Keyingi soniyada uning kuygan joylari tobora qo'rqinchli tus oladi. Bu paytda uyda Amy, Michael o'sha baqirayotgan ayol sababli dahshatli tushlar ko'rayotganidan uyg'onadi. Amy buni oddiy tush deb o'ylab yana uxlashga yo'l oladi. U televizorni o'chirayotganida esa ekranda o'sha kuygan ayol paydo bo'lib baqiradi. Bu esa Michaelning uyqusiga yana ta'sir qiladi. Ishdan keyin Ben barda singlisi bilan gaplashib, oynada ko'rgan narsalarni aytib beradi. Singlisi buni uning o'tmishidagi xatolar sababli paydo bo'lgan stress deb o'ylaydi va unga dam olishni maslahat beradi. Ertasi kuni Ben Garri o'limidan oldin yuborgan jo'natmani oladi. Unda Mayflowerdagi yong'in hodisasi haqidagi maqolalar bor edi. Ben ish joyiga borib, Lorenzodan bu voqea haqida so'raydi, ammo Lorenzo unga voqea o'rniga Garri o'lganini aytib suhbatni yakunlaydi. Amy jasadlar ustida tibbiy tekshiruv hisobotlari bilan ishlayotgan paytda Ben uning oldiga kelib Garrining tekshiruv hisobotini so'raydi. Ben Garrining jasadini ko'rganida uning aksida Garri Eseker deb aytayotgan
ketayotganini ko'rib hayratga tushadi. Ben Garri o'limiga oid boshqa hujjatlarni ham so'raydi va Emmi istamaygina rozi bo'ladi. Shundan keyin Ben bir suratni ko'radi. Unda oyna orqali Garri o'z aksidan o'lganini tushunadi. U Emmiga tushuntirib beradi. Uning fikricha, oynalar boshqa bir haqiqat, parallel olam hisoblanadi, ammo Emmi buni jiddiy qabul qilmaydi. U Benni ichayotgan dorilari sababli aqldan ozayapti deb o'ylaydi. Keyinroq Ben uzr so'rab, uni bezovta qilmaslik uchun ketadi. Shundan keyin oyna dahshatli tarzda Benning singlisini nishonga oladi. Singlisi vannaga kirishga tayyorlanadi, kiyimlarini yechib suvga tushadi. Ammo oynadagi aksi qimirlamay turib uni kuzatadi. Birozdan so'ng aksi birdan uning jag'ini kuch bilan ajratib yuboradi. U vannada og'riqdan baqirib vahimaga tushadi. Ertasi kuni politsiya keladi va keyinchalik detektiv Larry Benning singlisi o'limini tekshiradi. U Benning singlisining jag'i juda dahshatli tarzda ajralib ketganini ko'rib qo'rqib ketadi. Bu paytda Ben uyga keladi va ichkarida guvohlar borligini ko'rib darhol singlisining xonasiga yuguradi. Larry uni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin Ben baribir ichkariga kirib boradi. Singlisining o'limini ko'rgach, Ben chuqur tushkunlikka tushadi. U hali qayg'u ichida bo'lgan paytda Emmi va Larry o'lim sababini muhokama qilishadi va hatto Ben gumondor bo'lishi mumkinligini aytishadi. Emmi esa bunga qat'iy qarshi chiqadi. Ben hech qachon singlisiga zarar yetkazmasligini aytadi. Emmi Benning oldiga borib, unga tasalli berishga harakat qiladi, ammo Benning fikri faqat oynalarda. U aynan oynalar singlisining o'limiga sabab bo'lganiga ishonadi. Ben ketmoqchi bo'ladi. Emmi esa uni to'xtatib yordam so'rashini aytadi. Ben Larry unga baribir ishonmasligini aytib, u yerdan chiqib ketadi. Mayflower binosiga qaytgach, Ben u yerdagi oynalarni sindirishga urinadi. U oynani sindiradi, lekin oyna o'z-o'zidan yana tiklanib qolaveradi. U oynadan nima istayotganini so'raydi va oyna yana o'zida Eseker yozuvini yozadi. Ben Eseker bilan bog'liq har qanday iz va dalillarni qidira boshlaydi, lekin faqat Mayflowerdagi yong'in uchun ayblangan eski qorovulni topadi. Keyin Ben o'sha eski qorovul yotqizilgan ruhiy kasalliklar markaziga boradi. U o'lishidan oldin olingan video yozuvlarda qorovul doimiy ravishda Eseker deb baqirayotgani qayta-qayta takrorlanadi. U odamlarga oynalar hatto uning oilasini ham o'ldirganini aytgan. Bu esa Ben uchun jiddiy ogohlantirish bo'ladi. Shundan keyin Ben tezda Emmining uyiga boradi va uydagi barcha oynalarni olib tashlab yopib chiqadi. Emmi esa uy xizmatkori Rozidan qo'ng'iroq oladi va vaziyat haqida eshitadi. U uyga kelgach Ben bilan janjallashadi. Uning telbaligi bolalariga ta'sir qilmasligini talab qiladi. Ben haqiqatni isbotlash uchun oynalarga o'q uzadi, lekin bu bilan faqat oilasini qo'rqitadi xolos. U xotini va bolalaridan uzr so'rab, uydan chiqib muammoni o'zi hal qilish uchun yo'lga tushadi. U mashinada ketayotganida orqa ko'rish oynasida o'lgan singlisining aksini ko'rib, chalg'ib ketadi va deyarli halokatga uchraydi. Ko'p o'tmay, Ben yana Mayflower podvaliga qaytib yechim izlaydi. U yerda zaif devorni topadi va unda St. Matthews kasalxonasi degan yozuv borligini ko'radi. Yozuvlar bu joy avval kasalxona bo'lganini anglatardi. Ben devorni buzib ichkariga kiradi. U yerda ruhiy bemorlarni bog'lab qo'yish uchun ishlatiladigan kursini ko'radi. Kursi atrofida esa juda ko'p oynalar joylashgan. Ben atrofni tekshiradi, ayniqsa oynalarni, va qandaydir g'alati mavjudotni his qiladi. Shu payt o'sha mavjudot oynadagi aks orqali unga o'q uzib Benni qo'rqitib yuboradi, ammo u aslida jarohatlanmaydi. Ben qo'riqchilar xonasiga borib, Larrydan Eseker familiyasi bilan bog'liq barcha bemorlar va xodimlar ro'yxatini topishni so'raydi. Keyinroq Larry va Ben ma'lumot topgach uchrashadilar. Ben Larrydan Anna Eseker ishi haqida batafsil ma'lumot so'raydi. Ben shuni biladiki, doktor Ken ruhiy bemorlarni davolagan, lekin keyinchalik bir nechta odamni, jumladan Anna Esekerni o'ldirganlikda ayblanib o'zi ham halok bo'lgan. Ben Anna haqida o'qib, uning aslida tirik ekanini va Pensilvaniyada yashayotganini bilib oladi. Ma'lum bo'lishicha, oynadagi mavjudot aynan Annani izlayotgan bo'ladi. Ertasi kuni Emmi o'g'li Michael o'zi bilan o'zi gaplashayotganini eshitib dahshatga tushadi va unga tezda ketishga tayyorlanishini aytadi. U Michaelning oynadagi aksi o'rnidan turmay, o'tirganicha unga tikilib turganini ko'radi. Vahimaga tushib, u Benga qo'ng'iroq qiladi va yordam so'raydi va nihoyat endi u Benning oynalar xavfli degan gapiga ishonadi. Ben tezda Emmining uyiga yetib keladi va aks beradigan barcha narsalarni olib tashlab yopib chiqadi. Uyni himoyalagach, Ben bolalari va xotini bilan xayrlashadi.
Emmi unga ishonmaganidan afsuslanadi va bu la'natni tugatishini so'raydi. Keyin Ben Anna esa Kerni topish uchun Pensilvaniyaga yo'l oladi. U fermaga borib, Annaning akasi bilan uchrashib, singlisi haqida so'raydi. Akasi Ben bilan Anna holati haqida gaplashadi. U shizofreniya bilan kasallangan bo'lgan. Ba'zilar buni jin kirgan deb o'ylagan, lekin doktor Keyn buni noyob kasallik deb hisoblagan. Doktor Annani davolanishini taklif qilib, kasalxonadagi barcha xarajatlarini o'zi qoplagan. Davolanishdan keyin Anna bir muddat uyga qaytgan, ammo u yerda ham g'alati hodisalarni boshdan kechirgan, ayniqsa oynalar bilan bog'liq. Shuning uchun oilasi uni oynalari yo'q monastirga yuborgan va u yerda o'sha mavjudot uni topa olmagan. Buni eshitgan Ben darhol monastirga yo'l oladi. U yerga borib Anna bilan uchrashishini so'raydi. Ko'p o'tmay Ben va Anna o'rtasidagi suhbat bo'lib o'tadi. Annaning aytishicha, doktor Keyn aslida tasodifan jin chiqarish qilgan va aynan shu sabab u o'ldirilgan. Anna qo'rqadi. Agar Ben uni yana o'sha jinning oldiga olib borsa, u butun dunyoga yomonlikni chiqarib yuborishi mumkin. Ben uni yordam berish uchun majburlashga harakat qiladi, hatto unga bosim o'tkazadi va jahl qiladi. Bu paytda Emmining uyida Michaelning iblisga o'xshash aksi harakatga o'ta boshlaydi. Emmi Michaelning yo'qolib qolganini payqab, uni izlashni boshlaydi va Benga qo'ng'iroq qiladi. U Benga aytadiki, uy ichidagi himoya buzilgan va hamma joy suvga to'lib ketgan. Ben unga suvdan uzoq turishni aytadi, lekin bu paytda uning telefoni yerga tushib ketadi. Ben bu vaziyatda umidsizlikka tushadi va oxiri Annani o'g'irlab ketadi. Bu orada Emmi uyida suv toshqinini to'xtatishga harakat qilmoqda. Michaelning aksi birdan paydo bo'ladi va Emmini vannada cho'ktirib yuborishga urinadi. Emmi qutulishga harakat qilib jon jahdi bilan kurashadi. Keyin Benning qizi jin tomonidan aldab chaqiriladi va Michaelning xonasiga kiradi. U yerda onasining aksini ko'radi, lekin aslida bu aks bo'lib, uni orqadan ushlab oladi. Emmi oxiri o'zini qutqarib chiqadi va qizini saqlab qoladi. Aynan o'sha paytda o'zining akslari qizning tomog'ini kesishga urinayotgandi. Emmi tezda qizning jarohatini bog'laydi va Michaelni qidirishga tushadi. Pastga tushgach, u Michaelni topadi va uning qo'lidagi pichoqni olishga harakat qiladi. Michael esa bo'ysunmay pichoq bilan qochib ketadi. Emmi uni quvib boradi va stol ostida bir aksni ko'rib qoladi. U yaqinlashganida esa birdan yuzini kesib yuboradi va aks yuqoriga qochib ketadi. Bu paytda Ben va Anna esa Mayflowerga kelishadi. Jin bilan yuzlashish uchun binodagi barcha oynalar jonlanadi, chunki Anna ichkarida ekanligi seziladi. Ular ko'p oynali xonaga yetib kelishadi va Anna Benning oilasi uchun o'zini qurbon qiladi. Shu vaqtda Emmi Michael uning aksi bilan o'ynayotganini ko'radi, lekin aksi uni tortib olib cho'ktirmoqchi bo'ladi. Anna oynalarni e'tiborini o'ziga qaratadi va oxiri ularni yo'q qilishga muvaffaq bo'ladi. Shu bilan Michaelni ham qutqaradi. Ben Annani chaqiradi, lekin u to'liq oynadagi jin tomonidan egallab olingan. Shundan keyin Ben va jin o'rtasida hal qiluvchi to'qnashuv boshlanadi. Binoning podvalida ketma-ket portlashlar sodir bo'ladi va bino qulab tushadi. Bu jin o'limiga sabab bo'ladi, lekin Ben ichkarida qolib ketadi. Emmi esa Michaelning yurak urishini tiklash orqali qutqaradi va bolalarini tirik qolganidan xursand bo'ladi. Ben ham vayronalar ostida hushiga keladi va tashqariga chiqishga muvaffaq bo'ladi. U yordam xizmatlari oldiga borib g'alati narsani sezadi. Hech kim unga e'tibor bermaydi. Bundan tashqari uning ko'zlariga hamma narsa teskari ko'rinadi. Shunda Ben dahshatli haqiqatni anglaydi. U oynalar olamida qolib ketgan. U tashqaridagi oynalardan biriga qo'lini qo'yadi va ko'radi. U endi Mayflower oynalaridagi haqiqat ichida qolib ketgan odamlardan biriga aylanadi. O'zingizni ehtiyot qiling va kuningiz maroqli o'tsin. Ko'rishguncha xayr.